Şüphaçalık hakkında kısa namlı eserde Çangşallık Cavzulun kimden en korkudu? Cavuyun bizden korkam diken ma bu diyen tengdasız batır dostlar. Şundak hakikaten bu yerdeki Cavuyun bir tengdasız batır. Hem de müşahede aptır bu yerdeki Cavuyunu mu Çangşallık Cavuyun deydi. Yeni mağlup bop bakmagan sanğın deydi. Nurgullah başkem tutup Cavuyun diyen hiç kim yengilip bakmagan deyip bakmaktaydı. Hem de müşahede sile aydınlaştıramayı vatanından lamekin tang. Müşahede bir enik aydınlaştırıp etey men ha. Endi bu yerdeki yengilip bakmagan sanğın deganning o'zi hammasini yengdi degan gap emas. Tushuninglarmi? Ya'ni tanglashib qolsa-mu, yengilmagan bo'ldi. Faqat Cavuyun haqdan yengilib qechib ketmasa yoki o'lib ketmasa, bu yengilmagan sanğın bo'ldi. Yengilmedi degan gapning o'zi butunlay yangi emas, tanglashib qolsin bo'ladi. Masalan, Vencho bilan 50 marta urishib tanglashib qolgan. Yana undan so'ng Shuchu bilan 30 marta urishib yengil-yengil ayrilmagan. Cavuyunning bundaq janglarmi xili ko'p. Endi lekin bu yerda Cavuyunning nayzi martnak yuqori. Bir nayzi bilanla Govlanni o'ltirgan. 4 nayzi bilan Fanda bir oila kishilarni o'ltirgan. Changbanpo davonda bir nayzi bir ot bilan 7 qatim buzib chiqqan. Shuning uchun Cavuyunniki bu nayzidan qutulganligimi o'zini baxtli hisoblaydi. Mush vaqtda sağ-sağının batır sanğullarımı Liubey'nin qulda yeni muşundaq bir ajoyib katta palvan bakina da beyran qalgan. Endi muşundaq hemen Cavzulun Cavsang deb atildigan bir odamlar urushib qilib yüzümü qo'yirin şang'ib ketganchu. Yeni bu yerdagi Cavzulun bilan 30 marta urushib buningdan 3 nayz yapmi? Hayat qilish emas, ya'ni qechikda olgan. Ya'ni Cavzulunning kechidagi qoshda ochgan bu eti bilan qo'g'labmi? Ama Cavzulunning etini ochliq ta'riflaydi-chu, kechisim qoshda ishlab tukib paqirab turamish buning. Mush oti bilan qo'g'labmi bu Cavsangni tutanmagan, 3 nayz yap bo'lgan Cavsang kechikda olgan Cavuyunning qulidan. Endi bu Cavsang kechikdib kimni boshlab keldi? Guayuni boshlab keldi. Og'a, oyadi bir simon 3 nayz urdi deb. Guayu kimga o deb chiqqanki Cavuyunni ko'rib, voy inim deb ishga quchoqlashib ko'rishib bitdi. Shuning uchun ushbachalik haqida qilsadimi, Cavuyunning bir nayzda hayot qala olganlar Batur Gavsho. Cavuyunning 3 nayzda hayot qolganlar faqat Cavsang deydigan bir gap bor. Shuning uchun mushtondili ko'rib olsak bo'ldi. Hamda asarda bu yerda Cavsangning hujum qilish marti, pek yuqori bilan mudofaa marti haqiqatan eng yuqori deyishga bo'ladi buni.